Assalomu alaykum deymiz barchaga. Sog'lommisizlar? Musofirda yurgan aka-uka opa-singillar. Bugungi video sizlar uchun foydali bo'lgan umiddamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumot olasizlar. Xullas do'stlar, Moskvada ish bor. Malarniy ish bor do'stlar, ya'ni shtukaturka, shpagilovka, plita uradigan ishlar bor. Agar kimda kim o'zining ishiga javob beradigan aka-ukalarimiz bo'lsa, ekranda telefon raqamini yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, borib ishni ko'rib, gaplashib ishlasangiz bo'ladi. Kuningizga 5000 rubldan pul yoziladi. Har hafta ratchet do'stlar, har hafta ratchet. Chunki ish ishonchli bo'lgandan keyin chiqaryapmiz do'stlar. Qolgan ma'lumotni shu ekrandagi telefon raqamini yozib olasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, borib ko'ringlar. Ishlab bilgan aka-ukalarimizdan so'ranglar. Ish qanday bo'lyapti, puli qanaqa bo'lyapti? Xullas kuningizga 5000 rubldan mana ajoyib ish do'stlar. Kanalga yangi bo'lsangiz do'stlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bizdan uzoqlashmang. Qo'ldan kelgancha ishonchli ish chiqarish harakat qilamiz do'stlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Xayr, sog' omon bo'ling.